İki tal tuxum bilan lam ozuqliq qiymati yuqori bo'lgan mundaq o'xshagan tuxum suyiqish qilishni o'rganib oling. Ishdan yerib kelgan vaqtingizda ajoyib issiq bosadi. Buni qanday qatdimki, qanamiz birlikda o'rganaylik. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha sayko'ktatlardan tayyorlab olamiz. Endi odam soniga qarata muvofiq miqdorda xamir yug'urib tayyorlab olamiz. Buni 10 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Bu jarayonda biz ketarlik saylarni ushshaq qilib to'g'rab olamiz. İşlatayotganim oshxona buyumlar sohasida oldin qo'rinib turadigan Nazifa markasidagi yuqori ziyishlikdagi suv simirib olmaydigan yuvish oson bo'lgan bakteriyaga qarshi turish roli bor ambal. Oshxonangizda Nazifa uzilmasin. Videoda ko'rsatilgandek avval tuxumni bekroq qo'rib elib olamiz. Uningdan piyoz samsoqni mayga silib qo'rib olamiz. Uningdan ozroq tuz silib etamiz. Tamdirni ushshaq janab silib etamiz. Tamdir birishga qo'rilib, suvi chiqqandan keyin yon silib qo'raymiz. Tamdir qiyon bo'lsa, birishga qo'shib atrofida sevasanlar bo'ldi. Uningdan keyin uyimda ozroq duya bor ekandiq, uni silib etdim. Uningdan keyin bozornikidek o'xshitib etay desangiz, cho'ng ustamniki suv qashtetib bir qo'shib atrofida sevasangiz bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor. Hozir cho'ng ustamning har qanday mahsulotlardan elib eg'izni assangizlar mashina va oltin uzuk mukofotiga erisha olasiz. Endi uyimizdagi odam sonimizga qarata muvofiq miqdorda suv qo'yib, videoda ko'rsatgan bo'yicha cho'pini ushshaq tashlab, marvoyitdek cho'p chiqarib olamiz. Uningdan keyin abiyatim pishirib olgan tuxumni ushshaq janab silib etamiz. Uningdan keyin tuz ta'min etib, jusayni ushshaq to'g'rab silib etamiz. Tuxum bilan jusay o'zinglar bilsizlar, ajoyib yeyishlik. Achchiq chuchuk ichishni yaxshi ko'radiganlar ikki qo'shq atrofida achchiq suv qo'yib olsanglar texim ichish bo'lib ketadi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab beqing. Kelarki san texim sarxil, kelarki sanni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.